Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Ukam mana shu turdagi motobloglardan xarid qilmoqchiman, lekin eng arzon joyidan hamda eng sifatli motoblogdan xarid qilmoqchiman degan akalarimiz uchun bugun agroservis do'konimizdagi sklatimizdan qisqacha motobloglar narx-navosini hamda ma'lumotlarni sizlarga berib o'taman va kimda-kim mana shu turdagi motobloglardan oqtarib yurgan bo'lsa, ekranda pastiga nomerimni qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Bu akalar Optim sklat birinchi qo'l bazasi bo'ladi akalar. 7-6 kuchli motoblogdan tortib 17-6 kuchliga har xil motobloglardan topishinglar mumkin. Ko'rib turganinglarda assortiment juda ham zo'r, xohlaganlarga mana shunaqa yig'ilgan holatda katta kichik har xil motobloglarda xohlaganlarga tashqari tomonda mana yashil holatida ham cheklanmagan miqdorda olib deb qo'yganmiz. Birinchi bo'lib ukam manzilda aytgan degan akalarimiz uchun manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Shu ko'rib turganinglarda qishloq xo'jalik texnikalarini Optim baza birinchi qo'l katta sklati bo'ladi akalar. Xohlaganlarga aytganimdek yig'ilgan, xohlaganlarga mana teva tomonda ham yashil holatida ham mavjud. Bizning do'konimizda eng kichkina bo'lgan 3-6 kuchli, 5-6 kuchli motoblogdan tortib eng kattasigacha va ularning agregatlari, frezalari, pluglari, selkalari, chizel, agat hamma agregatlardan topishinglar mumkin. Va undan tashqari yana bir narsani aytib o'tib ketish kerak. Agroservis do'koni motobloglar Optim bazasi bo'lib motobloglarda eng arzon narxlarda berilgani yetmaganida akalar, biz har bitta sizlarga o'xshagan mijozlarimiz uchun bonuslardan beramiz. Bu bonus qanday ukajonim deganlar uchun mana shu yerda turgan instrumentlardan birini mutlaqo tekinga sizga beramiz. Bu instrumentlarni tekinga olish sharti juda ham oddiy. Hozir mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu yerda turgan instrument, shurpayor, bolgarka, drill, kulish nabor, unga o'xshagan mana shu yerda turgan 50 xildan oshiq instrumentdan biri 1 so'm pulsiz shundoqga sizga beriladi. Sharti juda ham oddiy. Videoga hozir bitta like tugmasini bosib, kommentga omad deb yozib qo'ying va bizning do'konimizga kelib istalgan turdagi bitta motoblogda eng arzon baza narxida Optim narxda xarid qilasiz va xarid qilib bo'lganingizdan keyin shundoq kelib turib shu omadli barabarimizni aylantirasiz. Bu omadli barabarimizni aylantirganingizda mana shu yerda turgan instrumentni qaysi biri tushsa 1 so'm pulsiz shundoq olgan motoblogingizga qo'shib tekinga berib olamiz. Shuni hisobiga videoga like bosib qo'ying. Xudo xolasi kelganingizda mana shu degan instrumentlardan birini pul bermasdan shundoq olib ketishingiz mumkin. Ko'pchilik so'rayotgan, ukam sovg'a tushmay qolishi ham mumkinmi degan akalarimiz uchun. Akalar, bu baramanimiz ichida 100% sovg'a tushadi. Sovg'a tushmaydigan katta edi o'zi yo'q. Bu degani kelasiz, istalgan turdagi bitta motoblogni xarid qilib, eng zo'r bo'lgan sovg'alardan 1 so'm pul berib olib ketasiz. Qani bo'lmasa motoblogni narx-navosini tanishtirib boshladik. Birinchi bo'lib akalar eng hamyonbop bo'lgan 7-6 kuchlilardan boshlaydigan bo'lsak, 7-6 kuchli motobloglarimiz uyga, xo'jalikka ishlatish uchun eng arzon hamda cho'ntakbob model hisoblanadi. Bularda bizda har xilcha modellari bor. 3 million 200 dan boshlab 4 million 500 gacha 7-6 kuchlilarimiz assortimentini ko'ryapsizlar akalar. Juda ham katta har xil variantlaridan bor akalar. Eng sifatlilari hattoki rollari buriladigan, balonlarda pachimliklari bor. Balonlari katta balonga qo'yilgan motobloglarimizgacha ham bor. Yoqilg'i turlari bularki benzin bo'ladi. Benzin baki 3 litrli bo'ladi. Soatiga 0,5 litrdan benzin rasxod qiladi. Bular aslan hammasi zavodning orqali yuradi. 7-6 kuchlilarimiz yoqilg'i turi aytib o'tganimdek benzinligi hadovoy hisoblanadi. Oldiga 1 hamda tevada 2 skoruslari bor. Orqaga bittadan zatniy xodlari bilan jihozlangan. Bularimizni narxiga o'tadigan bo'lsak, 3 million 200 mingdan 4 million 500 ming so'mgacha sifatiga qarab narx-navosi o'zgaraveradi. Aytib o'tganimdek assortiment juda ham katta. Xo'p, ukajonim bizga 7-6 kuchli benzin emas, salarkaligidan keladigan akalarimiz uchun ko'rib turibsizlar, 173 motorlar bilan jihozlangan salarkali motobloglarimizdan ham bemalol topishinglar mumkin va undan tashqari kichkinasi emas, ukam 9, 13, 15 ot kuchligidan degan akalarimiz uchun mana bu tomonda 9 ot kuchli benzinlik, xo'p 16 kuchlik salarka benzin, undan tashqari 15 ot kuchlik salarkali benzinliklar, undan tashqari xohlagan motoblogingizdan bizning do'kondan 100% topishinglar mumkin va undan tashqari mana shunaqa mini kultivatsiya apparat 1 million 500 dan 2 million 600 gacha buni assortimenti ham juda ham katta akalar. Xohlaganlarga karcher sistemalari, xohlaganlarga shunaqa selka, chizel, agat, plug
Undan tashqari tomonda aravalargacha, xullas, qishloq xo'jalik texnikalarini o'pdim. Ba'zi birinchi qo'l katta sklat bo'ladi. Kimga mana shu turdagi texnikalarni eng arzon narxda xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranda pastga nomerimni qoldirdim. Bemalol aloqaga chiqinglar. Narxini birma-bir sizlarga tanishtirib, ma'lumotini beraman va kelib biz do'konni xarid qilishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Like bosib qo'ying. Xudo xolisi kelganingizda yaxshi sovg'ani birini tekinga olib ketasiz. E'tiborlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.